Xitoydan tovarni chiqarib olishyapti. Bittasiga berib yuboraman. Xo'p bo'ladi. Nima deyapti o'ding? Mani oyligimni oshirib bering. Buni iloji yo'q. Nima deyapsan? Olishingni qil. Avvalgi xo'jayinda qanday qilib xotirasi yo'qolib qolganini juda yaxshi bilaman. Hamma dokumentlarni sani nomingga rasmiylashtirib qo'ydim. Senga topshirdim. Xudo xolasa boshliq ishonch izo qilamiz. Ko'plik xizmat. Sen buni eplaysan, senga ishonaman. Bo'ldi boshliq. Shunaqa gaplar. Sani oyligingni 2 barobar oshirib beraman. Ashiga bittadan bizda qolsin, tushundingmi? Bor, ishing. Kimding deya bo'zatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin.